Allohim xohlagan paytda xohlagan insonga hamma narsa beradi. Faqat uni biz qabul qilishimiz va bizni unga tayyor bo'lishimiz juda muhim hisoblanadi. Allohim buyuk zot. Bizga sekundlarda beradi hamma narsa. Lekin bizning ichkari jarayonimiz shunga mosmi? Shunga qaraydi. İçimiz to'g'rimi? İchimizda hilalar yo'qmi? Va o'sha muvaffaqiyatni qabul qilishga bo'lgan ilmimiz bormi? Pulga bo'lgan munosabatimiz, hayotga bo'lgan munosabatimiz, e'tiqodimiz, iymonimiz, misol uchun ichkaridagi nafsimiz beradi Allohim. Allohim juda shidring. Bergan paytda shuni qabul qilishimiz bu muhim jarayon hisoblanadi. Ya'ni bersa nafsiga ketamizmi, ketmaymizmi? Bersa shuni qabul qila olamizmi, boshqara olamizmi, yo'qmi? Bu juda muhim hisoblanadi. Mana shuning uchun qancha agar biz mas'uliyat olib biladigan bo'lsak, qancha insonlarni qayg'uradi